Assalomu alaykum akalar, mana Xudo xolasi ishlar boshlab oldik. Sobir og'a, bormi? Assalomu alaykum. Ishlar boshlab oldingizmi aka? Yaxshi damlarni olib kelyapsizmi? Salomatmisiz? Tinch omongina. Tayyorgarlikmi aka? Rahmat. Xudo xolasi. Lekin tayyorlab o'tiraver deb. Ha, yaxshi-da. Bo'laman, gaplashib. Ha, zo'ru. Kechqurungi desertda. Desert nimalar bor buning ichida aka, ovqatlari? Hayvonga nimani oshinsiz sharoitiga qarab beraverasiz. Ha, Yoqqan narsasiga. Kimlardir sho'rva, kepak, anaqalar bilan qilib baqadi. ha. Bizcha mehnat bo'lsa ham bunaqa narsalarni mana bunda bug'doy pishiramiz. Ha. Endi buni ham qancha arzonroq qilib ko'proq daromad olish maqsadida-da. Xudo xolasi. Hayvon ekan, bunga qancha bersangiz yo'radi. Me'yorini qilib bersangiz hamma narsa yaxshi turaveradi, Xudoga shukr. Ha. O'zinglar ham charchamanglar, salomat bo'linglar. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p.